Baba 3 olim birisini 10 tiyin qilmaykan, bilimi cho'ngka. Birisi fizika olimka, yana birisi matematika olimka, yana birisi insoniyatni tadqiq qilgan bir insonshunos ekanda. Ular bir-birini birlashib tadqiq qilmizda bir ibtidoiy o'rmonga kirib, qattiq yomg'ir yig'ib ketib, so'g' judum bo'lib ketibdi. Bir uy tipi pana olmayli deb bir dehqonning kapsiga kirsa, va kelinglar-da, Aqko'l dehqon degan. Bayaq chiqibdi, kapining o'tirgan yerdan 1 metr egizlikda bir mesh qo'yib dedik-ne. Mesh qo'yib o'tinda qalaqib, dehqon moyi ketibdi-ki, 3 olim bu meshni tadqiq qilib qara. Av fizika olimi debdi-da, ma meshni nima uchun 1 metr egizib qo'ydi bilamsizlar? Chunki bu 1 metr egizib bo'lsa, ma uyning ustiga mana fizikalik jihatdan cho'ngroq issiqlik yetadi. Siz av matematika olim xato. 100% xato. Sen meshning diametri qaramamsa, yiqilsiz. Bu 80 santimda ochganda buni 1 metr men egizaraq qilsa buni. Shu chaqda bu odamlarga qolaylik bo'ladi. Deb o'sha insoniyatni tadqiq qilgan olimga ishking yomon tuki yo'q yaqinsanki. Bu odamlar burun o'tqa shunda amroqdi. Shunlashqa men o'tni hurmat qilamiz deb, men meshni 1 metr egiz ko'tarib, men kindik bilan tang qo'yibdi deb, men 300 so'qishib kanadigan siqish ketibdi-da. Shuna dehqon kirib, "Nim bo'ldinglar?" deb aytib, "Yuzangligina bo'ldi, biz mushishga o'xshaymiz. Nim uchun mush meshni yerdan 1 metr egiz qilib qo'ydingiz?" dehqon deb, "Boshqa ish yo'q, shu kanay yetmay mashta." Mesh geldi mi? Yanına kanı uzun kemer.